Yozib olish boshlandi. Endi ko'raveramiz. Qaranglar. 6-sinf darsligi. Birinchi bob. Hozir takrorlashga ko'rib bo'ldik-da biz. Birinchi bob bo'lyapti. Kasrlarni qo'shish va ayirish. Xo'p, teng kasrlar degan mavzu ekan. Teng kasrlar. Xo'p, endi bunda nimani nazarda tutadi? Qaranglar, kasrda surat mahrajiga bir xil sonni ko'paytirsa ham, bo'lsa ham bo'ladi. Aynan shu narsani nazarda tutib beradi bunda. Misol keltiryapti, qaranglar. 1/2 teng bo'ladi 2/4 ga. Ya'ni, qaranglar. 1/2 ni suratiga ham, mahrajiga ham 2 ni ko'paytiradigan bo'lsa 2/4 chiqadi. 1/2. 2/4 ni surat mahrajiga yana 2 ni ko'paytiradigan bo'lsa 4/8 bo'ladi. 4/8 yana surat mahrajiga 2 ni ko'paytiradigan bo'lsa 8/16. Demak, surat bilan mahrajiga 2 ni bir xil sonni ko'paytirish orqali hosil qilyaptimi? Demak, bular teng kasr. Yoki teskari ish, bo'lsak ham bo'laveradi. Misol uchun aytaylik, hop, 45/60. Surat bilan mahrajni bir xil songa bo'lsak bo'ladimi? Bo'ladi, 3 ga bo'lsak bo'ladi. 3 ga bo'laylik. Bitta bor. 4 ichida 1 qoldiq bo'ladi, 15 da 5 da 15 bo'lar ekan. 60 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsa, 3 ga bo'ladigan bo'lsa 20 bo'ladi. 15/20. Demak, 45/60 bo'lsa 15/20 ga teng. Endi bular 5 ga bo'lib yorsak ham bo'laveradi. 5 ga bo'lib yoradigan bo'lsa 3, 5 ga bo'lib yoradigan bo'lsa 4. 3/4. Bitta yozadigan bo'lsak 45/60 20/60imiz teng bo'lar ekan 15/20 ga. 15/20 ham teng bo'lar ekan 3/4 ga. Ya'ni bir xil songa ko'paytirsak ham bo'ladi surat bilan mahrajni, bir xil songa bo'lsak ham bo'ladi. Mana bunda ham xuddi shu narsani aytib o'tdik. Mana surat bilan mahraj bir xil songa ko'payadi. Bir xil songa ko'paytirsak ham, bo'lsak ham kasrning qiymati o'zgarmaydi. Oddiy misol keltiraman bunga. 4/2 bu kasr. Kasr chizig'i esa bo'lishni bildiradi. 4 2 ga bo'lsa 2 chiqadi. Endi 8/4 deylik. 8 ni 4 ga bo'lsak ham 2 chiqadi. Demak, bu degani 4/2 bilan 8/4 degan kasrimiz nima ekan? Bir-biriga teng ekan. O'zi 4/2 ni suratini ham, mahrajini ham 2 ga ko'paytirib olsa 8/4 chiqadi. Demak, kasrning umumiy xossasi surat bilan mahrajni bir xil songa ko'paytirsak bo'ladi va bular ham 2 ga teng. Tushundingmi? Yaxshi. Asosan shu narsani ko'rsatyapti xolos bu yerda. Mo'ntizmada ham xuddi narsa. 2 dan 1 bu yarim degan, mana yarimini olyapti. 4 dan 2 ham bu yarim degan. 4 ta bo'ladi, 2 tasi bu ham yarim. 8 dan 4, 8 bo'lakka bo'lib 4 tasini olsak ham bu ham yarimga to'g'ri keladi. Xuddi shuning uchun bular teng bo'ladi. Qaranglar. Misollardan ishlaymiz. Bo'sh kataklar to'ldiring deyapti. 2/3 ni, qaranglar, bunga o'tayotganda 2 ga ko'paytirgan. 2 ga ko'paytirgan. Ya'ni 2 ga ko'payib 4 bo'lyapti, 3 ham 2 ga ko'payib 6 bo'lyapti. Endi bunisiga o'tayotgan paytda qaranglar. 3 nechaga ko'paysa 9 bo'ladi. 3 ga ko'paysa 9 bo'ladi. Unaqada suratdan 2 ham 3 ga ko'payib o'tish kerak bunga. 3 ga ko'payadigan bo'lsa bu 6 nima bo'ladi? 6 bo'ladi. 6/9 ekan. Endi qaranglar, quyerdagi yana davom ettiramiz. 2 nechaga ko'paysa 8 bo'ladi. 2 ni ko'paytiryapti buni. 2 4 ga ko'paysa 8 bo'ladi. Demak, ko'paygan 4 bo'lgan ekan. 2 ko'paygan 4. Pastdagini ham 4 ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. 3 ni 4 ga ko'paytirib yozamiz, ya'ni 12. 8/12 bo'lyapti, bu 2/3 ga teng. Endi bag'iga o'zimiz bitta songa ko'paytirib yozaylik. Aytaylik 5 ga ko'paytirib qo'yaylik. 2 ni 5 ga ko'paytirsam 10 bo'ladi. 3 ni 5 ga ko'paytirsam 15 bo'ladi. Bo'ldi mana bu. Bag'iga yana istalgan sonlarni yozishimiz mumkin. Tushundingmi? Hop, 1, 2, 3, 4 tasini yozing deyapti. 3/4 ga teng bo'lgan. Qaranglar, 3/4 ikkovini 2 ga ko'paytiring. 3 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsam 6 bo'ladi. 4 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsa 8 bo'ladi. Endi 3 ga ko'paytiring. 3 ni 3 ga ko'paytirsam 9 bo'ladi. 4 ni ham 3 ga ko'paytirsam 12 bo'ladi. Suratini ham, mahrajni ham, tevasini ham, pastini ham bir xil songa ko'paytiryapman. Bir xil songa ko'paytirsa qiymati o'zgarmaydi. 3 ga ko'paytirdik, 4 ga ko'paytiramiz. 3 ni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsa 12. 4 ga ko'paytiradigan bo'lsa 16. 5 ga ko'paytiraylik. 3 ni 5 ga ko'paytiradigan bo'lsa 15. 4 ni 5 ga ko'paytiradigan bo'lsa 20. Yana davom ettirsak bo'laveradi. Misol uchun 6 ga ko'paytiramiz. 3 kara 6 18. 4 kara 6 24.
bular ham teng. Hammasi o'zaro bir-biriga teng bo'ladi. Shunday noma'lum son toping. Qaranglar. 4 ni nechiga ko'paytirsa 20 bo'ladi. 4 ni 5 ga ko'paytirsa 20 bo'ladimi? Tevadagi 3 ham 5 ga ko'paygan. Demak, 3 kere 5 15, x chiqdi 15. Shunday 4 ni 5 ga ko'paytirsa 20, demak 3 ham 5 ga ko'payishi shart. 3 kere 5 esa 15. Chunki surat bilan mahraj bir xil songa ko'payishi kerak. Bunda ham xuddi o'sha ishni qilamiz qarang. Tevaga e'tibor beramiz. Boriga 2 ni nechiga ko'paytirsak 8 bo'ladi. 2 ni 4 ga ko'paytirsak 8 bo'ladi. Demak, 3 ham 4 ga ko'payishi majburiy. 4 ga ko'payadigan bo'lsa 3 kere 4 12 mi? Shunday 9 nechiga ko'paytirsa 36 bo'ladi. 4 ga ko'paytirsa 36 bo'ladi. 4 kere 9 36. 5 ham nechiga ko'payishi kerak bo'lib qoladi bunaqada? 4 ga. Bir xil songa ko'payishi shart surat bilan mahraj. 5 kere 4 20. Xo'p, 9 nechiga ko'paysa 45 bo'ladi. 5 ga ko'paysa 45 bo'ladi. 9 kere 5 45. Unaqada 11 ham 5 ga ko'payishi majburiy. 11 kere 5imiz 55 ekan x'imiz. Shunday. Xo'p, yozib olish bor, hammasi bor. Davom etamiz. Endi bo'yalgan sohani teng kasrlarda ifodalang deyapti. Qaranglar. O'zi kasrda ifodalash uchun eng osoni. Mana shu yerda nechta bo'lak bor? Bitta bo'lak, birinchi rasm bo'yicha. Ikkita bo'lak, uchta bo'lakni kasr chizig'ini chizib, mahrajiga 3 ta yozamiz. 3 ta bo'lak, jami bo'laklar son. Endi bo'yalgan soha teng kasrlar deydi. Demak, bo'yalgan soha bizga muhimmi? Bo'yalgan sohada nechta bo'lak bor? Bitta bo'lak bor. Demak, birinchi kasrda bo'yalgan qismi 3 dan 1 ekan. Ikkinchisida nechta bo'lak bor jami? Bitta bo'lak, ikkita bo'lak, uchta bo'lak, to'rtta bo'lak, beshta bo'lak, oltita bo'lak. Demak, 6 ta umumiy bo'laklar soni. Bo'yalgan bo'laklar nechta? Ikkita. Demak, 6 dan 2 qismi bo'yalgan ekan. Oxirgisiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Demak, 12 ta bo'lak bor ekan jami. 12 ta to'rtburchak. Nechtasi bo'yalgan? 4 tasi bo'yalgan. 12 dan 4 qismi bo'yalgan ekan. Qaranglar. 1 taqsim 3 ni surat va mahrajni 2 ga ko'paytirsa 2 taqsim 6 ni beradi. Demak, bu teng ekan. 2 taqsim 6 ni yana surat mahrajni 2 ga ko'paytirsa 4 taqsim 12 ni beradi. Demak, uchalasi bir-biriga teng ekan. Chunki 1 taqsim 3 ni 2 ga ko'paytirsam suratni ham mahrajni ham buni beryapti. 2 taqsim 6 ni yana 2 ga ko'paytirsam 4 taqsim 12 ni beradi. Mana 2 ni 2 ga ko'paytirsam 4, 6 ni 2 ga ko'paytirsam 12. Tevasini ham pastni ham bir xil songa ko'paytirishimiz kerak bo'lyapti. Xo'p, yaxshi. Bu ham xuddi shunaqa. Misol uchun mahrajga 1, 2, 3, 4, 5 ta bo'lar ekan. 5 ta bo'ladi, bittasini yozamiz. Ikkinchisiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta bo'lar ekan. 10 tadan ikkitasi bo'yalgan bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ta bo'lak bor ekan jami. Va undan 3 tasi bo'yalgan bo'lyapti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ta bo'lak bor ekan jami. Undan 4 tasi bo'yalgan bo'lyapti. Endi bular hammasi bu tizimada ham o'zi ko'rinib turibdi teng va xosaga ham e'tibor berib qo'yamiz. 1 taqsim 5 ta suratini ham, mahrajini ham 2 ga ko'paytirsam, ya'ni 1 kere 2 2, 5 kere 2 10. Bu chiqadi, demak o'zaro teng bu. 2 taqsim, endi yana 1 taqsim 5 ta suratini ham, mahrajini ham 3 ga ko'paytirsam 1 kere 3 3, 5 kere 3 15. Demak, bu ham teng. 1 kere 4 4, 5 kere 4 20, bu ham teng. To'ralasi bir-biriga teng ekan deydi. Xo'p, davom etamiz. Qaranglar, 4-inchisi bor ekan. Ikkita bir xil kattalikdagi pishiriqni biri 36 bo'lakka. Ha, bittasi ikkita bir xil kattalikda pishiriq ekan. Biri 36 bo'lakka. Jami 36 bo'lak. 36 yozib qo'yaylik. Ikkinchisi 72 bo'lakka bo'lindi. Ikkinchisi 72 bo'lak. Bo'lakka bo'lindi. Likopchalarga teng miqdorda solindi. Pishiriq bo'laklari likoplarga teng taqsimlanishi uchun har biridan nechtadan olish kerak deyapti. Endi qaranglar.
ikkita bir xil kattalikdagi pishiriq, biri 36 bo'lak, ikkinchisi 72 bo'lakka bo'lindi. Likoplarga teng miqdorda solindi. Pishiriq bo'laklari likoplarga teng taqsimlanishi uchun har biridan nechtadan olish kerak deyapti. Qaranglar. O'zi 36 ta bo'ladigan bo'lsa, har biriga 36 bo'lakka bo'layotgan bo'lsa, bitta oladigan bo'lsa, buni ikkita olganiga teng bo'lib qoladi. Bu 72 bo'lakka bo'lingan, lekin kichikroq bo'laklarga bo'lingan-da. Shuning uchun buni bitta bo'lagi, buni ikkita bo'lagiga teng bo'lib qoladi. Agar bundan 36 likopchaga har biriga bittadan qo'ysa, buni har biriga ikkitadan qo'yish kerak bo'ladi. O'shanda teng keladi. 36 dan birimiz 72 dan 2 ga teng bo'lib qolyapti. 36 dan bir qismi 72 dan 2 qismiga teng deyapmiz. Mana buni bittadan olganimiz birinchisini, ikkinchisini ikkitadan olganimizga teng deb qo'yadi. Shuning uchun 36 dan birimiz 72 dan 2 ga teng bo'ladi. Shunday shu narsani aytib o'tsak bo'ldi. Ya'ni bitta likopchaga bundan har biridan bittadan olsin, bunisidan ikkitadan olsin. Agar bundan ikkitadan olsa, bundan to'rttadan olsin. Bundan 5 tadan olsa, bundan 10 tadan olsin. 2 barobar farq qilsa bo'ldi. Shunday yaxshi. Yulduzcha o'rniga mos sonni toping. Mana bu bilan bir xil ekan, ikkinchi misolni. Qaranglar. 7 ni nechaga ko'paytirsak 14 bo'ladi 2 ga. Unaqada 5 ni ham 2 ga ko'paytirishga majburmiz. 2 ga ko'paytirsak 10 bo'ladi. 1 ni nechaga ko'paytirsak 8 bo'ladi 8 ga. 3 ni ham 8 ga ko'paytirishga majburmiz. 8 kere 3 24. 7 ni nechaga ko'paytirsak 21 bo'ladi 3 ga. 6 ni ham 3 ga ko'paytirishga majburman. 18. 3 ni nechaga ko'paytirsak 15 bo'ladi 5 ga. 10 ni ham 5 ga ko'paytirishga majburman 50. Chunki surat bilan mahraj bir xil songa ko'payishi kerak. Qaranglar. Surati 5 taqsim 9 kasrning surati kasrning suratidan katta. Demak, bitta qanaqadir noma'lum kasr bor ekan. O'sha noma'lum kasr 5 taqsim 9 kasrning suratidan katta. Buni surati 5. Boshqa noma'lum kasrimiz shu 5 dan katta ekan surati. Ammo shu kasrga teng. 4 ta kasr yozing. Ha, demak, mana shu kasrga teng bo'lgan 4 ta kasr son yozishim kerak ekan. Lekin surati bu 5 dan katta bo'lishi kerak ekan. Uni uchun ko'paytiramiz. Qaranglar. Suratni ham, mahrajni ham 2 ga ko'paytiraman. 5 kere 2 10, 9 kere 2 18. Mana, ikkalasi teng. Chunki surat mahrajni bir xil songa ko'paytirib, kasrning xossasi bu. Va surati 10 bo'ldi, 5 dan katta bo'ldi. 4 ta yozing deyapti. Yana davom ettiramiz. 3 ga ko'paytiraveramiz endi. 5 kere 3 15 taqsim 9 kere 3 20. Bu ham teng. Va surati katta. Yana son yozamiz. Endi 4 ga ko'paytiraylik. 5 kere 4 20, ha? Taqsim 9 kere 4 36. Bu uchinchisi bu. To'rtinchisini ham yozamiz. Endi 5 ga ko'paytiraveramiz. 5 kere 5 25, 9 kere 5 45. 4 ta 5 taqsim 9 bilan teng kasr yozdim va surati, ya'ni 5 dan katta tevasidagi. Shunaqa holatda bo'lsin dedi. Shunday mahraji 7 dan 2 kasrli mahrajdan katta, ammo shu kasrga teng 4 ta son yozing. Bu ham xuddi shunaqa. 2 taqsim 7. Surat bilan mahrajni bir xil songa ko'paytirib ketaveramiz. 2 ga ko'paytiraylik. 2 ga ko'paytirsak 4 taqsim 14. Suratda ham mahrajni ham 2 ga ko'paytirdim. Endi 3 ga ko'paytiramiz. 2 kere 3 6, 7 kere 3 21. Endi 3 ga ko'paytiraylik. 3 ga ko'paytirib bo'layotgan 4 ga ko'paytiraylik. 2 kere 4 8, 7 kere 4 28. Xo'p, endi bunda 5 ga ham ko'paytiraylik. 2 kere 5 10, 7 kere 5 35. Bo'ldi, mana javob. Teng kasrlarni ifoda etuvchi mosini toping deyapti. Teng kasrlarni ifoda etuvchi. Qaranglar. Xo'p, birinchisini qismini, hali kasr ko'rinishida yozib ketaman. O'zi jami 4 ta bo'lak bor ekan, qaranglar. 4 ta bo'lak bor ekan birinchisida. Undan 3 tasi bo'yalgan ekan. 3 mi? Ikkinchisida jami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta bo'lak bor ekan. Undan 2 tasi bo'yalgan ekan. Uchinchisida 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta bo'lak bor ekan. 1, 2, 3, 4 tasi bo'yalgan ekan.
Xo'p, oxirgisida 3 ta bo'lak bor ekan. Jami bittasi bo'yalgan ekan. Endi qaranglar. Hop, bulardan tenglari qaysilar? 3 taqsim 4. 3 taqsim 4 ni bironta songa ko'paytirish sheriklarini hosil qilish mumkinmi? Yo'q, mumkin emas. Demak, bu bilan tengi yo'q. 2 taqsim 8. Surat bilan mahrajni bir xil songa bo'lib yuboraylik, 2 ga bo'lib yuboraylik. 2 ga bo'lsak 1 qoladi. 2 ga bo'lsak 4. 1 taqsim 4 bo'lib qoladi. Surat bilan mahrajni bir xil songa bo'lsak bo'ladi. Ikkovini ham 2 ga bo'laylik. 2 ga bo'lsa 2 bo'ladi, 2 ga bo'lsa 3 bo'ladi. 2 taqsim 3 ekan. 2 taqsim 3, 1 taqsim 3, 1 taqsim 4 va 3 taqsim 4. Bulardan tengi yo'q ekan. To'xtanglar, shartni boshqacha tushunibman hozir. Hozir bularni yozibdi. 1, 2, 3, 4. Mana shu 4 ta bilan tengini yozishim kerak ekan. Qaranglar, baribir qisqartirib qo'ygan yaxshi. 2 taqsim 4 ni suratda ham mahrajda ham 2 ga bo'lsam 1 taqsim 4 bo'ldi. 4 taqsim 6 ni suratda ham mahrajda ham 2 ga bo'lsam 2 taqsim 3 bo'ldi. Bularni yozib chiqaman endi. Birinchisi jami bo'laklar soni 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekan. Bo'yalgani 2 ekan. Bir yo'li qisqartirib ham yozib qo'yay. Qaranglar. Suratni 2 ga bo'lsam 1 bo'ladi. Mahrajni ham 2 ga bo'lsam 3 bo'ladi. Bo'lish jarayonini qisqartirish deyiladi. Qaranglar. Bittasi chiqib bo'ldi. 1 taqsim 3 chiqyapti. Yana qaysi 1 taqsim chiqadi? Bu ham 1 taqsim 3 chiqadi. Demak, to'rtinchisiga a'si to'g'ri kelar ekan. B'si qaranglar. B'sida 3 ta bo'lar ekan jami. 2 tasi bo'yar ekan 3 ta. 2 taqsim 3. Yana qaysi 2 taqsim 3 to'g'ri keladi? Qaranglar, 3-inchisi. 2 taqsim 3 ga to'g'ri keladi. Ikkovida ham 2 taqsim 3 bo'ladi. Bunda ham 2 taqsim 3 bo'ladi. Demak, 3-inchisiga B'si to'g'ri keladi. Xo'p, S'ga jami bo'laklar soni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta bo'lak bor ekan. Undan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tasi bo'yalgan. Suratni ham mahrajni ham bir xil songa bo'lib olaylik. 2 ga bo'lsak 3, 2 ga bo'lsak 4. Qaysindadir 3 taqsim 4 hosil bo'lgan. Birinchisi degan. Demak, qaranglar, bunda 3 taqsim 4 hosil bo'lgan ekan. Qisqartirganimizdan keyin bir xil bo'lib qoladi-da. S'da ham 3 taqsim 4 hosil bo'lyapti. Demak, birinchi shakl S'ga to'g'ri kelar. Oxirgisi qaranglar. Jami 1, 2, 3, 4 ta bo'lak. Bitta bo'lak bo'yalgan. 4 dan 1. 4 dan 1 qaysiga to'g'ri kelyapti? Ikkinchisiga to'g'ri kelyapti. Demak, bu 4 dan 1 bo'lgan ekan. Bunda ham 4 dan 1 bo'lyapti. D ga to'g'ri kelyapti. Tushundingmi? Yaxshi. Kasrning asosiy xossasidan foydalanib, quyidagi kasrga teng bo'lgan 3 tadan kasr yozing. Xo'p, bunaqasini juda ko'p yozdik. Oxirgisiga 3 ta yozib qo'yay yetadi. Ya'ni surat bilan mahrajni bir xil songa ko'paytirib chiqsak bo'ldi. 3 ni 2 ga ko'paytirsak 6, 4 ni ham 2 ga ko'paytirsak 8 teng deymiz. 3 ni 3 ga ko'paytirsak 9, 4 ni ham 3 ga ko'paytirsak 12. Surat bilan mahrajni bir xil songa ko'paytiryapman xolos. 3 ni 4 ga ko'paytirsak 12, 4 ni ham 4 ga ko'paytirsak 16 bo'ldi mana. Qolganlarni ham surat bilan mahrajni bir xil songa ko'paytirib chiqsak bo'ldi. 10-sida nima deyapti? 3 taqsim 5 kasrni mahraji 15, 25, 35, 55 va 65 ga teng bo'lgan kasrlarni yozing. Qarang, men yerdan yozib ketaman. Mahraj necha bo'lsin ekan? 15 bo'lsin ekan. Uning uchun 5 ni nechaga ko'paytirish kerak? 15, 5 bo'lishi uchun. 5imiz 15 bo'lishi uchun. 5, 15 bo'lish uchun mahraj 3 ga ko'payishi kerak. 3 ga ko'paytiramiz 15 bo'ladi. Tevadagini ham 3 ga ko'paytirishga majburmiz, chunki surat bilan mahraj bir xil songa ko'payishi kerak. 3 ga ko'paytirsak 9. Teng deb yozib ketaveraman. Endi 25 bo'lsin deyapti mahrajni. Uning uchun 5, 25 bo'lishi uchun yana 5 ga ko'payishi kerak. Suratda ham, mahrajda ham 5 ga ko'paytiraman, suratda ham 5 ga ko'paytiraman. 5 ga ko'paytirsam 15, 5 ga ko'paytirsam 25. Teng. Endi 35. 35 bo'lishi uchun 5 ga 7 ko'payish kerak. Suratni ham 7 ga ko'paytiraman, mahrajni ham 7 ga ko'paytiraman. Mahraj 35 bo'ladi. Surat 3 kere 7 21 bo'ladi. Xo'p, 55 bilan 65 ni o'zidan qoldiraman. 55 uchun 5 11 ga ko'payish kerak, demak suratni ham mahrajni ham 11 ga ko'paytiramiz. 65 bo'lishi uchun 13 ga ko'payish kerak. Mahrajni ham 13 ga ko'paytiramiz, suratni ham 13 ga ko'paytiramiz. Yaxshi. Namuna asosida bo'sh kataklarni to'ldiring va kasrlarga tenglikni tekshiring deyapti.
Qaranglar. 1 taqsim 2, 2 taqsim 4. Kasr qaranglar. 4 dan 2 ikkoviga teng. Sababi 1 2 ga ko'payyapti, 2 ham 2 ga ko'payyapti. Qaranglar. 6 taqsim 3. 3 dan necha bo'lishi kerak? Uning uchun qaranglar. 9 ni 3 ga bo'lib 3 hosil qilsa bo'ladi. Unaqada 6 ham 3 ga bo'linishi kerak, natijada 2 bo'lib qoladi. Bu ham teng bo'lsin deyapti, qaranglar. 2 dan 1. Bitta jami bo'lalar sonini olaylik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bo'lyapti. Endi nechini olsam bu bilan teng bo'ladi, shuni olishim kerak. 2 nechaga ko'paysa 10 bo'ladi. 2 5 ga ko'paysa 10 bo'ladi. Unaqada 1 ham 5 ga ko'payishi kerak, 5 mi? Tushundingmi? 3 dan 1 ga teng bo'lishi kerak. Uning uchun yana jami bo'lalar sanayman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mahrajda 12 ekan. Jami bo'lalar soni 12 da. Endi qaranglar. 3 ni nechiga ko'paytirsam 12 bo'ladi. 4 ga ko'paytirsam 12 bo'ladi. 4 ga ko'paytirsam. Demak, 1 ni ham 4 ga ko'paytirishim kerak. 1 kala 4, 4. Ikkovi teng. Xo'p, bunda ham jam bo'lalar soni sanayman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ta bor ekan. 3 ni nechaga ko'paytirsam 9 bo'ladi. 3 ga. Demak, surat ham 3 ga ko'payishi majburiy. 3 bo'lar. Endi bunda o'zimiz tanlab olaylik deyapti ekan. Ixtiyoriy tanlab olinaveradi. Misol uchun jam bo'lalar soni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta bo'lak bor ekan. Aytaylik 2 ta deylik. Ikkitasi bo'yalgan deylik. Endi bunda 1, 2, 3, 4, 5 degan. 5 bo'ladigan bo'lsa, xo'p, 10 ni 2 ga bo'lsam 5 chiqadi. Unaqada 2 ni ham 2 ga bo'lishim kerak. 2 ga bo'lsam 1 chiqadi. Tushundingmi? Bunda bo'yalgan sohasi bitta ekan xolos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta ekan jami. Undan bittasi bo'yalgan ekan. Buni ham sanab chiqaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 degan. 6 da endi qaranglar. Nechaga ko'paytirsam 12 bo'ladi? 2 ga. 1 ni ham 2 ga ko'paytirishga majbur. Qaranglar. 1, 2, 3, 4, 5 ta bo'lak bor ekan. Pastga yozaman. 1, 2, 3 tasi bo'yalgan ekan. 3 tasi 5 bo'lyapti. Bunda ham jami bo'lalar soni sanayman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 degan. Mahraj yoziladi har doim jami. Tushundingmi? 5 ni nechaga ko'paytirsam 10 bo'ladi. 2 gami? 3 ni ham 2 ga ko'paytirishga majburman. 6. Tushundingmi? Qaranglar. 12-marsda juda yaxshi masalalarning misollari berildi. Hammasini ishlab olmayman. Xo'p, S bilan D da ishlayman, qolganini qoldiraman. Qaranglar, ajoyib tenglama hosil bo'ladi hozir. 11 da nechaga ko'paytirsam 33 bo'ladi. 3 ga. Bunaqada mahrajim 3 ga ko'payishi shart. 15 3 ga ko'payadigan bo'lsa, 45 bo'ladi. Demak, mahraj 45 ga teng bo'lyapti. Endi qaranglar, 29 qo'shilgan x teng 45 degan tenglama hosil bo'ldi. 11 3 ga ko'paydi 33 bo'ldi. 15 ham 3 ga ko'payishi shart. Natijada 29 plus x imiz 45 ga teng ekan. Tenglama ishlaymiz. 29 ni o'ng tomonga olib o'taman. Plus bo'lib o'tadi, minus bo'lib o'tadi. X teng 45 ayrilgan 29. X teng 45 dan endi 29 da ayrilsam 16 bo'ladi. Javob chiqdi. X im necha ekansa 16 ekan. Tushundingmi? Bunisini ham xuddi shunaqa qaranglar. 17 nechaga ko'paytirsam 51 bo'ladi. Uning uchun 51 ni topish uchun 51 ni 17 ga bo'lish kerak. 3. 17 kere 3 imiz 51 ga teng. Unaqada 14 ham 3 ga ko'payishi majburiy. 14 ni 3 ga ko'paytirsam 42 bo'ladi. Endi mana 2x plusdan 12 ni yozdik. 2x plusdan 12 teng 42 degan tenglik hosil bo'ldi. Shu tenglama ishlasak bo'ladi. 12 ni o'ng tomonga olib o'tamiz. 2x teng 42 ayrilgan 12. 2x teng 42 dan 12 ni ayrilgan bo'lsa 30. X teng endi 30 ni 2 ga bo'lib olamiz. 2 ga bo'lib olsa x teng 15. X chiqdi. Tushundingmi? Bularni ham tengligini bittasini yozib qo'yay. 13 ni nechiga ko'paytirsak 26 bo'ladi. 2 ga. Demak 10 ni ham 2 ga ko'paytirishga majburmiz. 2 ga ko'paytirsak 10 kere 2 20. Demak 20 ga teng bo'lishi. Xo'p, 4 ni nechiga ko'paytirsak? 4 ga.
Bunaqada 5 ham 4 ga ko'payishi majburiy. 5 kira 4 20 bo'ladi. Demak, teng 20 ni ishlab ko'rsak bo'ldi. Shundagi kasrdan asosiy xosiyatdan foydalanib, quyidagi kasrga teng bo'lgan 3 tadan kasr yozing. Oxirgisi yozib qo'yaman yetadi. Ko'p yozdik bundan. Surat bilan mahrajga 2 ni ko'paytiramiz. 3 kira 2 6, 13 ni 2 ga ko'paytirsak 26. 3 endi 3 ga ko'paytiraylik. 3 kira 3 9. Istalgan songa ko'paytiraveramiz. 3 kira 3 9. 13 ni 3 ga ko'paytirsak 39. 4 ga ko'paytiraylik. 4 kira 3 12. 13 ni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsa 52. Bo'ldi mana. Istalgan songa ko'paytiraveradi surat bilan mahraj. Faqatgina kichikroqga ko'paytirayotganim qulay bo'lishi uchun. Surat bilan mahraj bir xil songa ko'paysa bo'ldi. 14 ishlaymiz. Xuddi shundan adashmasam 2 ta ishladik. Xo'p, 7 taqsim 8 kasrga teng 5 ta kasr son yozdik. Bular bilan bir xil ekan. Bu bilan bir xil ekan, ishlab qo'yamiz buni ham. Kasrlarni qisqartirish degan mavzu ketyapti. Uni endi keyingi safar ko'ramiz. O'zi bo'lish jarayoni surat bilan mahrajni bir xil songa ko'paytirsa ham, bo'lsa ham bo'ladi dedik. Aynan bo'lish jarayoni qisqartirish deyiladi. Ya'ni keyingi safar hozir ko'proq ko'paytirish ishlatdik, keyingi safar bo'lishni ishlatar ekanmiz. Yaxshi. Yozib olishni to'xtataman.